Javoy gepatoz, ya'ni jigarni yog' bosishi. Bu haqda ko'p eshitganmiz, lekin doim befarq va bu narsaga juda jiddiylik bilan qaramaganmiz. Javoy gepatozni kelib chiqishining eng asosiy sababchisi bu nosog'lom turmush tarzi hisoblanadi. Agar sizni vazningiz 10% dan yuqori massadan oshishni boshlasa, agar siz mukkasidan ketib, spirtli ichimliklar yoki yog'li ichimliklar yoki undan tashqari har xil kanserogen moddalarni iste'mol qilishni boshlagan bo'lsangiz, bilingki sizda 100% javoy gepatoz hosil bo'lgan. Bu hosil nimaga biz uchun xavfli? Jigar bu eng katta organ bo'libgina qolmasdan eng ko'p vazifani bajaradigan organlardan biri hisoblanadi. Sizda birinchi belgilari tez charchoq, uyquni yaxshi emasligi, ertalab holsizlik bilan uyg'onish, undan tashqari kundan kunga sababsiz vesni yig'ilishi ham aynan jigarni aziyat chekanining birinchi belgisi hisoblanadi. Biz buni qanday yengishimiz kerak? Birinchi, sog'lom turmush tarziga qaytishimiz, ya'ni ovqat mahsulotlarini nafaqat qancha miqdordaligi, balkim sifatiga ham ahamiyat berishimiz zarur bo'ladi. Kilamchi ishlangan har xil chipslar, sousi yoki gazli ichimliklarni hammasini olib tashlash, bir marta hech bo'lmasa bir kunda detoks, ya'ni uyda tayyorlangan yoki siz uchun tavsiya qilingan detokslardan foydalanish sizni jigaringizni sog'lomlashtirishga yordam beradi. Men aynan detoksdagi rastarovshani yaxshi ko'raman. U jigarimiz kechasi bilan 250-300 mg miqdorda o't safrosini ishlab chiqarib beradi. Ertalab albatta nonushta qilish tavsiya qilishi sababi o't safrodagi safro ishlatilib bo'lishi kerak. Aynan rastarovsha detoksdagi o't safroni tezroq ishlatilishiga va uni dimiqib qolmasligiga yordam beradi. Bu esa ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi va jigarga ko'maklashadi. Aynan bu videoni noto'g'ri ovqatlanadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.